Agar siz pensiya, nafaqa, kompensatsiya yoki davlat tomonidan beriladigan qo'shimcha to'lovlardan foydalanayotgan bo'lsangiz, bu video siz uchun juda muhim. Chunki iyulgacha ayrim ma'lumotnomalarni yangilab topshirmasangiz, sizga berilayotgan qo'shimcha pul vaqtincha to'xtashi yoki umuman hisoblanmay qolishi mumkin. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi 4 ta ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlarga bu tegishli emas va eng muhimi, hozirdan nima qilish kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam pulini yo'qotmaydi. Bilmagan odam esa keyin idora yurib ovora bo'ladi. Avvallari ko'pchilik qo'shimcha to'lovlarni bir marta rasmiylashtirgandan keyin bo'ldi, endi har oy tushaveradi deb o'ylardi. Masalan, pensionerga qaramog'ida voyaga yetmagan bola bo'lsa, nogironligi bo'yicha qo'shimcha to'lov bo'lsa, yolg'iz yashovchi keksalarga kompensatsiya bo'lsa, kam ta'minlangan oilaga nafaqa bo'lsa yoki talaba farzand sababli qo'shimcha hisob-kitob qilinsa, odamlar ko'pincha eski hujjatlar bilan yillar davomida yurishni odat qilgan. Lekin hozir tizim ancha o'zgargan. Davlat idoralari ma'lumotlarni elektron bazalar orqali tekshiradi. Lekin hamma ma'lumot ham avtomatik to'g'ri chiqavermaydi. Kimningdir farzandi 15 yoshga to'lgan bo'ladi. Kimningdir talabasi o'qishni tugatgan bo'ladi. Kimdir ishga kirgan bo'ladi. Kimdir boshqa manzilga ko'chgan bo'ladi. Kimningdir nogironlik muddati qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'ladi. Mana shunday vaziyatlarda qo'shimcha to'lovni olish huquqi bor yo'qligi qayta tekshiriladi. 1 iyulgacha degan sana shuning uchun muhimki, ko'p joylarda yarim yillik qayta hisob-kitob, ro'yxatlarni yangilash, oilaviy ahvol, daromad, o'qish, yashash joyi va ijtimoiy maqomni tekshirish aynan shu davrga to'g'ri keladi. Agar siz hujjatni kech topshirsangiz, pul keyingi oydan tiklanishi mumkin, lekin ayrim holatlarda o'tgan oylar uchun qayta to'lab berilmasligi ham mumkin. Shuning uchun menga aytishmadi, SMS kelmadi. Mahalla chaqirmadi deb kutib o'tirish xavfli. Endi men sizga eng ko'p so'raladigan darta ma'lumotnomani batafsil tushuntiraman. Bu hujjatlar hamma uchun bir xil shart emas. Lekin qo'shimcha to'lov olayotgan odamlarning katta qismida aynan shu ma'lumotlar tekshiriladi. Birinchi ma'lumotnoma bu yashash joyi va oila tarkibi haqidagi ma'lumot. Nima uchun bu muhim? Chunki ko'plab qo'shimcha to'lovlar odamning yolg'iz yashashi, qaramog'ida kimlar borligi, oilada nechta kishi borligi, voyaga yetmagan farzandlar bor yo'qligi bilan bog'liq. Masalan, bir pensioner ona yolg'iz yashaydi va unga yolg'iz keksalar uchun qo'shimcha yordam tayinlangan. Lekin ro'yxatda uning voyaga yetgan o'g'li ham shu manzilda turadi deb chiqsa, tizim bu odam yolg'iz emas deb ko'rsatishi mumkin. O'g'li aslida boshqa viloyatda ishlayotgan bo'lishi mumkin, lekin ro'yxatdan chiqmagan bo'lsa, muammo paydo bo'ladi. Yana bir misol. Oilada 5 kishi bor, ota, ona va 3 farzand. Oila kam ta'minlangan sifatida nafaqa oladi. Agar farzandlardan biri boshqa joyga ko'chib ketgan, biri 12 yoshga to'lgan, biri esa ro'yxatda umuman ko'rinmayotgan bo'lsa, hisob-kitob noto'g'ri chiqadi. Natijada nafaqa miqdori kamayishi yoki ariza rad etilishi mumkin. Shuning uchun oila tarkibi haqidagi ma'lumotni tekshirtirish kerak. Buni odatda mahalla yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, tuman ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli idora orqali aniqlashtirasiz. Ikkinchi ma'lumotnoma bu daromad yoki ish bilan bandlik haqidagi ma'lumot. Ko'p odamlar men ishlamayman, buni hamma biladi deb o'ylaydi. Lekin idora sizning gapirganingizga emas, hujjatga va bazadagi ma'lumotga qaraydi. Agar sizning nomingizga yakka tartibdagi tadbirkorlik ochilgan bo'lsa, soliq bazasida daromad ko'rinsa, mehnat shartnomasi yopilmay qolgan bo'lsa yoki vaqtinchalik ish bo'yicha ma'lumot chiqsa, qo'shimcha to'lovga ta'sir qiladi. Masalan, ayol kishi bola parvarishi bilan uyda o'tiribdi va kam ta'minlangan oila sifatida yordam olyapti. Lekin uning nomida 2 yil oldin ochilgan, amalda ishlamayotgan tadbirkorlik bor. Tizim esa uni faol daromad manbai sifatida ko'rsatishi mumkin. Natijada oila daromadi sun'iy ravishda yuqori chiqadi. Yana bir holat. Pensioner odam rasmiy ishlashni boshlagan bo'lsa, ayrim qo'shimcha to'lovlar qayta ko'rib chiqiladi. Hamma to'lov ham bekor bo'lmaydi, lekin ayrim ustamalar faqat ishlamaydigan shaxslarga berilishi mumkin. Shuning uchun daromad haqidagi ma'lumotni oldindan tekshiring. Agar ishlamayotgan bo'lsangiz, soliq organlaridan, bandlik bo'limidan yoki elektron portal orqali tegishli ma'lumotni oling. Agar eski ish joyingiz sizni tizimdan chiqarmagan bo'lsa, ish beruvchiga murojaat qilib.
mehnat shartnomasi bo'yicha ma'lumotni to'g'latishingiz kerak. Aks holda siz aslida haqli bo'lgan pulni faqat texnik xato sababli yo'qitishingiz mumkin. 3-chi ma'lumotnoma bu o'qish joyidan beriladigan ma'lumotnoma. Bu ayniqsa talabasi bor oilalar, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar, qaramog'ida kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzandi bor pensionerlar uchun muhim. Ko'p to'lovlarda yosh chegarasi va o'qish shakli katta ahamiyatga ega. Farzand umridagi yoshdan oshgan bo'lsa ham, agar u kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim holatlarda qo'shimcha to'lov davom etishi mumkin. Lekin buning uchun talaba degan ma'lumot har yili yoki belgilangan muddatda tasdiqlanishi kerak. Masalan, 19 yoshli qiz universitetning kunduzgi bo'limida o'qiydi. Onasi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki boshqa ijtimoiy to'lov oladi. Agar universitetdan o'qish haqidagi ma'lumotnoma vaqtida olinmasa, tizim qizni 18 yoshdan oshgan qaramog'ida hisoblanmaydi deb chiqarishi mumkin. Natijada oylik to'lov 200 ming, 300 ming yoki undan ko'proqqa kamayishi ehtimoli bor. Bu oilaning oziq-ovqatiga, kommunal to'loviga, dori-darmoniga bevosita ta'sir qiladi. Bu yerda yana bir nozik jihat bor, sirtqi. Kechki yoki masofaviy ta'lim har doim ham kunduzgi ta'lim bilan bir xil ko'rilmaydi. Shuning uchun ma'lumotnomada ta'lim shakli aniq yozilishi kerak. Falonchi falon universitet talabasi degan umumiy gap yetmasligi mumkin. Unda kursi, ta'lim shakli, o'qish muddati va talabalik maqomi ko'rsatilgani yaxshi. Agar farzand akademik ta'tilga chiqqan bo'lsa, o'qishdan chetlatilgan bo'lsa yoki kontrakt to'lanmagani uchun talabalik maqomi to'xtagan bo'lsa, bu ham to'lovga ta'sir qiladi. 4-chi ma'lumotnoma bu sog'liq holati, nogironlik yoki parvarishga muhtojlikni tasdiqlovchi hujjat. Nogironlik bo'yicha pensiya, parvarish puli, doimiy yordamga muhtoj shaxslar uchun qo'shimcha to'lovlar, ayrim kompensatsiyalar aynan shu hujjatlarga bog'liq. Agar nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa, vaziyat boshqa. Lekin muddatli nogironlik bo'lsa, qayta tibbiy ko'rikdan o'tish sanasi juda muhim. Bir kun kechikish ham to'lovni kechiktirishi mumkin. Masalan, fuqaro 2 guruh nogironligi bo'yicha qo'shimcha to'lov oladi. Uning nogironlik muddati 30-iyunda tugaydi. U keyingi haftada boraman deb 5 iyulda tibbiy ko'rikdan o'tsa, iyul oyidagi hisob-kitobda uzilish paydo bo'lishi mumkin. Keyin hujjat tiklanadi, lekin pul kech tushadi. Odam esa shu pulga dori olishi kerak edi. Yana bir misol. Keksaga qarovchi shaxs parvarish puli olayotgan bo'lsa, keksaning parvarishga muhtojligi haqidagi tibbiy xulosa yoki ijtimoiy xizmat xulosasi yangilanmagan bo'lsa, to'lov to'xtatilishi mumkin. Kimlar xavotir olish kerak? Avvalo, pensiya yoki nafaqasiga qo'shimcha ustama olayotganlar. Ikkinchidan, qaramog'ida voyaga yetmagan yoki kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzandi borlar. Uchinchidan, yolg'iz yashovchi keksalar. To'rtinchidan, nogironligi muddatli belgilanganlar. Beshinchidan, kam ta'minlangan oila sifatida ijtimoiy yordam olayotganlar. Oltinchidan, yaqinda manzilini, oilaviy holatini, ish joyini yoki o'qish joyini o'zgartirganlar. Kimlar uncha xavotir olmasligi mumkin? Agar siz hech qanday qo'shimcha to'lov olmayotgan bo'lsangiz, faqat asosiy ish haqi yoki oddiy pensiya olayotgan bo'lsangiz, oilaviy holatingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik muddatsiz bo'lsa, farzandlaringiz bo'yicha hech qanday qo'shimcha hisob-kitob bo'lmasa, ehtimol sizga bu hujjatlar kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir tavsiya qilaman. Bir marta tegishli idoraga telefon qilib yoki shaxsiy kabinetingizdan tekshirib qo'ying. Chunki bazadagi xato odamning o'ziga aytilmasligi ham mumkin. Endi eng ko'p uchraydigan istisnolar va tuzoqlar haqida gaplashamiz. Birinchi tuzoq, hammasi elektron, men hujjat olib yurmam ham bo'ladi degan fikr. Ko'p ma'lumot elektron almashiladi. Lekin elektron bazalarda ma'lumot kechikib yangilanishi, noto'g'ri kiritilishi yoki umuman bog'lanmay qolishi mumkin. Ayniqsa, o'qish joyi, eski ish joyi, ro'yxatdan o'tgan manzil, nogironlik muddati bo'yicha xatolar ko'p uchraydi. Shuning uchun sizda qog'oz yoki elektron PDF ko'rinishidagi tasdiq bo'lsa, muammoni tezroq hal qilasiz. Ikkinchi tuzoq, men o'tgan yili topshirganman deyish. O'tgan yilgi ma'lumotnoma ko'pincha hozirgi holatni tasdiqlamaydi. Oila tarkibi o'zgarishi mumkin, talaba o'qishdan ketgan bo'lishi mumkin, daromad paydo bo'lishi mumkin, nogironlik muddati tugashi mumkin. Idora bugungi holatni ko'rish kerak. Masalan, 2023 yilda olingan talabalik ma'lumotnomasi 2025 yil iyul oyida sizning farzandingiz hali ham o'qiyotganini isbotlamaydi.
Uchinchi tuzoq, hujjatda muhr bor, lekin ma'lumot noto'g'ri. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Fuqaroning familiyasi bitta harf bilan xato yozilgan, tug'ilgan sana noto'g'ri, pasport seriyasi eski, o'qish shakli ko'rsatilmagan, manzil to'liq yozilmagan. Bunday hujjatni topshirsangiz ham qabul qiluvchi xodim qaytarishi mumkin. Shuning uchun ma'lumotnomani olgan zahoti tekshiring. FI, JSHIR, tug'ilgan sana, manzil sana, berilgan tashkilot nomi. Mas'ul shaxs imzosi va kerak bo'lsa QR kod yoki muhr bor yo'qligini ko'ring. 4-tuzoq, bir qarindoshim topshirib kelsa bo'ladi deb o'ylash. Ayrim hujjatlarni vakil orqali topshirish mumkin. Lekin ayrim hollarda ariza beruvchining o'zi borishi yoki ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa bank rekviziti, shaxsiy ma'lumot, tibbiy xulosa, ijtimoiy himoya arizalari bo'yicha shaxsni tasdiqlash talab qilinadi. Shuning uchun avval telefon qilib, mening o'rnimga farzandim yoki turmush o'rtog'im topshirsa bo'ladimi? Qanday hujjat kerak deb so'rang. 5-nozik jihat, to'lov to'xtasa. Bu har doim ham siz huquqdan mahrum bo'ldingiz degani emas. Ba'zan to'lov aniqlashtirish uchun ushlab turiladi. Siz hujjat topshirasiz, ma'lumot tasdiqlanadi, keyingi oy pul tiklanadi. Lekin muammo shundaki, oyla bir oy pulsiz qolishi mumkin. Ayniqsa dori-darmon, ijara, kredit, kommunal to'lovlar bor odamlar uchun bu juda og'ir. Shuning uchun oldini olish keyin yugurib yurishdan ancha oson. 6-nozik jihat. Qo'shimcha to'lov miqdori kichkina ko'rinsa ham yil davomida katta pul bo'ladi. Masalan, oyiga 5 ming so'm qo'shimcha oladigan odam uchun bu yiliga 20 million 800 ming so'm, oyiga 300 ming so'm bo'lsa, yiliga 3 million 600 ming so'm. Agar oilada ikki xil ustama bo'lsa, masalan, talaba farzand bo'yicha va parvarish bo'yicha yo'qotish yanada katta bo'ladi. Shuning uchun atiga bermang ekan deb beparvo bo'lmang. Har oy keladigan pul oilaning barqarorligiga xizmat qiladi. Endi nima qilish kerakligini aniq tartibda aytaman. Birinchi qadam, siz aynan qaysi to'lovni olayotganingizni aniqlang. Pensiyami, nogironlik nafaqasimi? Boquvchisini yo'qotganlik to'lovimi? Kam ta'minlangan oilaga yordammi? Parvarish pulimi? Kommunal kompensatsiyami yoki boshqa ustamami? To'lov nomini bilmasangiz, bank ilovasidagi kirim izohiga qarang. Pensiya jamg'armasi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi bo'limi yoki mahallangizdan so'rang. Ikkinchi qadam, sizga qaysi asosda qo'shimcha pul berilayotganini aniqlang. Qaramog'ida farzand borligi uchunmi, nogironlik uchunmi? Yolg'iz yashagani uchunmi? Daromadi pastligi uchunmi? Talaba farzand uchunmi? Sababni bilsangiz, kerakli ma'lumotnomani ham topasiz. Sababni bilmasdan hamma joydan hujjat yig'ish vaqtini oladi. 3-qadam. Birta yo'nalishni tekshiring. Oila tarkibi va yashash joyi bo'yicha ma'lumot to'g'rimi? Daromad va bandlik bo'yicha bazada ortiqcha yozuv yo'qmi? Farzand yoki qaramog'ingizdagi shaxs o'qiyotgan bo'lsa, o'qish ma'lumotnomasi yangimi? Nogironlik parvarish yoki tibbiy xulosa muddati tugamayaptimi? Mana shu 4ta savolga javob topsangiz, eng katta xavflarni yopasiz. 4-qadam. Hujjatlarni imkon qadar iyulni kutmasdan tayyorlang. Men tavsiya qiladigan muddat kamida 10-15 kun oldin. Chunki idorada navbat bo'lishi mumkin. Ma'lumotnomada xato chiqishi mumkin. Universitet kotibiyati kechiktirishi mumkin. Tibbiy ko'rikka navbat bo'lishi mumkin. Oxirgi kun qilingan ish har doim xavfli. 5-qadam, hujjat topshirganingizni isbotlaydigan dalil oling. Agar arizani idoraga topshirsangiz, kirim raqamini so'rang. Agar elektron yuborsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying. Agar mahallaga bersangiz, qabul qilgan xodimdan qachon va qaysi idoraga yuborilishini aniqlang. Telefoningizda hujjatlarning rasmini saqlang. PDF fayllarni alohida papkaga joylang. Keyin siz topshirmagansiz deyilsa, qo'lingizda dalil bo'ladi. 6-qadam, bank kartangiz va hisob raqamingizni ham tekshiring. Ba'zan odam hujjatlarni to'g'ri topshiradi. Lekin karta muddati tugagan, hisob raqami yopilgan yoki bank rekviziti o'zgargan bo'ladi. Natijada pul qaytadi yoki kechikadi. Shuning uchun qo'shimcha to'lov tushadigan karta faolmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Bank ilovasida cheklov yo'qmi? Buni ham ko'rib qo'ying. 7-qadam, agar to'lov to'xtagan bo'lsa, darhol yozma murojaat qiling. Hozirgi gaplash yaxshi, lekin yozma ariza kuchliroq. Arizada shunday mazmunda yozing. Menga tayinlangan qo'shimcha to'lov qaysi sababga ko'ra to'xtatilganini tushuntirib berishingizni. Agar hujjat yetishmasa, ro'yxatini yozma ravishda taqdim etishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, JSHIR,
Telefon raqamingiz, bank rekviziti va mavjud ma'lumotnomalarni ilova qiling. 8-qadam. Agar xato idora yoki bazada bo'lsa, uni tuzatishni talab qiling. Masalan, siz ishlamayapsiz, lekin tizimda ishlayapti deb chiqyapsiz. Bunday holatda sobiq ish beruvchidan mehnat shartnomasi bekor qilingani haqida ma'lumot, soliq organidan faoliyat yo'qligi haqidagi ma'lumot yoki bandlik bo'limidan tasdiq kerak bo'lishi mumkin. Agar manzil noto'g'ri bo'lsa, ro'yxatdan o'tish ma'lumotini to'g'irlash kerak. Agar talabalik chiqmayotgan bo'lsa, universitetdan QR kodli ma'lumotnoma oling. Men yana bir narsani alohida aytaman. Hujjat tayyorlashda falonchi shunday qilibdi degan gapga emas, o'zingizning holatingizga qarang. Ikki pensioner bir xil yoshda bo'lishi mumkin, lekin birida nogironlik bor, boshqasida yo'q. Ikki oilaning daromadi o'xshash bo'lishi mumkin, lekin birida talaba farzand bor, boshqasida yo'q. Shuning uchun sizga kerakli hujjat qo'shningiznikidan farq qilishi tabiiy. Agar siz qishloqda yashasangiz va idoraga borish qiyin bo'lsa, avval mahalla raisi yordamchisi, ijtimoiy xodim yoki tuman markazidagi tegishli bo'limga telefon qiling. Qaysi hujjatni qayerdan olishni oldindan bilib oling. Agar internetdan foydalana olsangiz, May Tokcha Hukuk uz orqali mavjud xizmatlarni tekshiring. Farzandingiz shaharda o'qisa, undan o'qish joyidan ma'lumotnomani elektron shaklda olib yuborishini so'rang. Hozir ko'p universitetlarda QR kodli ma'lumotnoma beriladi. Uni chop etish ham, telefonda ko'rsatish ham mumkin. Agar siz keksa ota-onangiz uchun hujjat tayyorlayotgan bo'lsangiz, ularning pasporti, JSHSI raqami, pensiya daftarchasi yoki pensiya ma'lumotlari, bank kartasi, tibbiy hujjatlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlarni bir joyga yig'ib qo'ying. Ko'p holatda muammo ota-onaning huquqi yo'qligida emas. Farzandlar hujjatlarni vaqtida ko'rib bermaganda bo'ladi. Bir kun vaqt ajratib, hammasini tekshirsangiz, keyin bir necha oy ovora bo'lishning oldini olasiz. Demak, 1 iyulgacha e'tibor berishingiz kerak bo'lgan asosiy 4 yo'nalish: oila tarkibi va yashash joyi, daromad yoki bandlik holati, o'qish joyidan ma'lumotnoma, nogironlik yoki parvarishga muhtojlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Bu hujjatlar hammaga birdek kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin qo'shimcha to'lov olayotganlar uchun aynan shu joylarda eng ko'p muammo chiqadi. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugun yoki ertaga kutmasdan o'z holatingizni tekshiring. Qaysi to'lovni olayotganingizni biling. Nima asosda berilayotganini aniqlang. Hujjatlarni yangilang. Topshirganingizni isbotlaydigan raqam yoki nusxani saqlang. Shunda siz o'zingizga tegishli pulni yo'qotmaysiz va oxirgi kunda asabiylashib yurmayapsiz. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi ma'lumotnomani so'rashdi? Qayerda muammo chiqdi? To'lovingiz to'xtadimi yoki vaqtida hal bo'ldimi? Sizning tajribangiz boshqa tomoshabinga yordam berishi mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqqini himoya qiladi.